Juda ham ko'p aka-ukalarimiz variantga moshina so'raydilar. Variantga tavsiya qilmaymiz, lekin so'ragan aka-ukalarimiz uchun yana bitta variantga Nexia kitob qo'ydik. 2012-yil. Boshdan 1,5 ming bo'lsa, variantga beriladi. Apshukalar juda ham yaxshi holatda. Probek 2 kurga yaqin bo'lgan, lasetti rullar qo'yilgan. Pioneer original magnitofon qo'yilgan, yangi chexol. Mana bu poliglan holati, gilamlari ham toza. Yomon emas. Kraska oldi krılosda, eshiklari tagida petnos bor ekan, lekin hech qaysi detal almashmagan. Salonchasi juda ham zo'r holatda, patologlar qilingan, o'zgacha. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu bagajlarning holati. Metan gaz balon. Taglari shumto'g'an. Yomon emas. Balonlarning holati o'rta holatda. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Yaqinroq keling. 1.6 motor, gidrolikalari bor, konditsionerlar ishlayapti. Mana bu chashkalarning holati, yorilgan joylari yo'q. Usilisilari o'ziniki 2012-yil $4,900. 1,5 ming qo'lingizda pulingiz bo'lsa, variantga ham beriladi. Kimda kim qiziqish bo'lsa, pastda egalarning raqamini qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.